Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. Qalbdən qalbə namlıq proqramımızın 9-cu saniyyə görüşlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli görürmənlərimiz, bu mübarək ay kirgəndən buyan hər günü müşu saatlərdə huzurumada bulvatqan proqramımız hər günü bir tema bilən toxtulvatımız proqramıda. Rabbim inşallah bu mübarək ayda qılğan barlıq əməllərimizni qəbul qılğan bolsun. Dəb tiləyimiz şundaqla bu sözlənən dərslərdən tegishlik mənfəət edib hayatımızga kichkina bo'lsin bir o'zgarish hosil qila olgan bo'lsak, eng chong orzuyimiz shu albatta. Bugungi temamiz tunugun biz e'lonimizda bergandek ochiq haqiqat tatliq ham xiyoldan ming hassi yaxshi degan temada to'xtalaylik deb o'tiribdik. Bugungi aziz mehmonimiz hammalar tanishib bo'lgan hurmatli ustoz Sharq Turkiston Ulamolar birligi raisi vakili Ustaz Mahmudjon Damollam taklif qildi, qimmatli vaqtini chiqarib qadam tashlab Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali tarqatilyapti. Ekranda chiqib turayotgan nomerlar orqali programmamizga aloqador fikr taklif berishingizni umid qilamiz. Shuningdek, ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Bundoq bo'lsa, darsimizni boshlab kelsak, mushu bugungi temamizdagi to'xtalishdagi maqsad mu? Ilgari masalan vatanda millatning ichidagi kamchiliklarimizni, nuqsonlarimizni yozgan, uni echib uchiq oshkora qitlab o'zgartirish kerakligi haqida yozgan yozuvchilarimiz bo'lganda shu vaqtida bu millatningki bundaq shaklda biraz tushiradigan, uchiq echib tanqid qilgan degan. Bunu milletine hazır bundaq gaplarni qilib, onun ruhini tushirgandan milletning ichidagi yaxshi tariximizni, yaxshi o'rganishga tegishlik masalalarni ko'milib qolgan, buni ro'yobga chiqarib, rag'batlantirib, xalqni texambak ruhini ko'tarsak, texambak yaxshi ish bo'ldi deb qaraydigan yozuvchilarimiz shu shaklda yozgan tamdi. Bu albatta diniy sahada biz musulmon bo'lish sifatimiz bilan musulmon davomli holatda ham Allohdan umidvor bo'lish, ham qo'rqish ichida yashaymiz millatda. Hozirmi hali ham shu bugungidek kunga tushib qolishimizdagi masalani ayblab millatning ichidagi kamchiliklarimizni yoki diniy sahada mayli taqvodorlik bo'lsin, bu sahada keyin qolganligimizni nurg'un Allohning shariatiga uyg'un ishni qilmayotganligimizni buni so'zlashdan kerak, qo'rqitib masalan Allohning azobidan, buni so'zlagandan kerak Allohning rahmatidan umidvor bo'lish uchun buni ko'proq so'zlab millatni dinga texambak moyil qilish kerak deydigan so'zlar bor hamda jamiyatda albatta. Shu hamda bu albatta bir hisobda to'g'ri gap. Rahmetinden, Allah'ın rahmetinden ümit var buluşka kızıktırış. Hem de bugünkü mavzurumuz bu boğaşka hem de nurgulluğun ölümada mesela bu hem de hakikat dinimizde söylengen nurgun nesle uçuk aşkara haleti söylenmese fakatla ümit var buluş Allah'ın rahmetinden bunu cık söylep getip kalıp Allah'ın azabından ve yüzümüz kılvatkan hatalıklarını uçuk aşkara oturup koymasak ham xiyolga insonlarni Allohdan o'zi loyiq bo'lmagan bo'lsa, jamiyat yashayotgan shakli, yashayotgan holati Allohning rahmatiga loyiq bo'lmagan bo'lsa, uni kichik amallar bilan, masalan, dinimizda nurg'ulgan fazoil amallar masalan, fazilati ko'p bo'lgan zikr, u bu narsa degandek. Albatta bu to'g'ri ko'rganlik emas bu masala. Buning bilan kishilarni xultishga yaraydi bu narsa. Amillatda Rabbim bizdan talab qilgan narsa musulmon bo'lish sifatimiz bilan biz en çok talep kılgan, dinimiz talep kılgan aslında ciddi şekilde ada kılışımız gerek. Bununki vabalını uçuk aşkarı söyleş gerek. Çünkü o hakikat bir gün ulağı iğir gelsin mi, kıyındaki tuyulsun mu, bu oturuğa koyuluş gerek. Bu mesela millet uxlaydı, Müslümanlar uxlaydı. Özünü Müslüman deyip keşke dava kılsın mı, dinninki %10-15% emel kılıp kalgan aslında dinin yarak aleti yaşsa Allah'ın musurdu mükemmeydi, yardım mükemmeydi deydiğen fikirlerime ciddi koyuluyordu dendi. Şu nima uchun ochiq haqiqatni so'zlash texambak muhim, millatni rag'batlantirishdan kerak muhim deb qaraymiz. Shadin kirsak.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah thumma amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah subhanahu ve ta'ala bütün halkımızdaki Ramazanlarını, taat ibadetlerini kabul kılsın. İnşallah bu aydın günahlarımız affı kılıngan, kalplerimiz saplaşkan, birisi-birimizin suyduğan, muhabbetlerimiz aşkan halda bu aydın çıkışka Allah nasip kılsın. Bu en mühim noktalarının biri. Yani açık hakikatin sözleş. Bu tabi halda namıdıllam, ismidillam çıkıp durdu açık hem de. Açık bolgandan keyin ma'lum vaqtda nurgun insanların ko'ngliga kelishi mumkin, bir aram qilishi mumkin. Lekin bu haqda biz so'zlayapmiz, so'zlamoqchi. Nima uchun desa, biz avval masalan Qur'oni Karim qaraydigan bo'lsak, Qur'oni Karimda arablarninki bir mesela nurgun yaman adetleri vardı. Mesela kızlarını kömediğin adetleri vardı. Malum ayalını netçeden xotin kıldığın adetleri vardı. Mesela İslam'dan ilgili. Bu işlerin hemmini tabi halde hemmeden çoğun yaman adet kaysıttı. Allah'ı şirk keltirişti. Bu şunun hemmisini Allah subhanahu ve ta'ala eybildi, söktü. Bu işlerin hemmisinin eğer hata ikelliğini bayan kıldı. Hata ikelliğini bayan kılıp onundan keyin toğrunu oturup koyaptı. Kişiler çoğu onu kabul kıldı. Demek bu yerde tahliye qabla tahliye deydiğen bir uslub var alamının. Yani bir insanın doğru yolda meniş üçün çokum bu insan nerede hatalaştı? Bu hatalığın evvel tunuş lazım. Hatalığını evvel tunumay turup, üzdeki kemçillikini tunumay turup, insan mükemmellikke doğruğa yetkin olmaydı. Şunun için Kur'an-ı Kerim'de her qanday yada mesela Allah subhanahu ve taala özünü süpetlese şedidul iqab. Azabının qattiq ekanligi ve şundaqlı şu ayetning özde innehu huvel gafurur rahim. Aygıdın ço mağfiret yani bendelerinin ötkizgen hatalıklarını qattiq affu qilguvchi, kechuvchi deb süpetleydi. Mesela Sure Gafirning başında Tenzilul kitab Hamim tenzilul kitab minallahil azizil alim gafiriz zem ve qabilit tevb şedidil iqab. Sıfat ahqaqidin kelgan. Birincisi hatalaşqanlarninki günahlarını affu qiladi. Qachon affu qiladi? Tevbe qilgan vaqtda. Ve qabilit tevb. Yani tevbe qilsa, tevbe qilguvchininki tevbesini qabul qilib, günahlarını affu qiladi. Eğer o bunu qilmasa desa, şedidil iqab. Azabım şu beqqattiq. Demek bu insanın tabiatini sağlam yetiştiriş, insan özünü mükemmel yolga yetekleş üçün çokum özdeki hatalık, özdeki kemçillikni tunuşu lazım evvel. Malum bir xalqqa, bu xalqning yetekçisi bolgan ehli ilimler her qaysi sahada, meyli psixik alimler bolsun, meyli dini alimler bolsun, meyli cemiyet şunaslar bolsun, şu xalqning, şu milletning kemçilligi ya hataligini şu tuntish lazım. Nima uchun tuntish lazım desa, hataligini tungan vaqtda andın to'g'ri yo'lda chu mang'alaydi. Mesela bir insan özünün balısı desek, balısı var. Bu balısı naiti nima deysiz qiladi, o'qishni yaxshi o'qiydi. O'qishni yaxshi o'qigan, dadasininki o'rinlashtirishi yoki tarbiyasini qabul qilgan bir balini dada bakadan baka behuda yani urib ya jazolab o'ydin qo'g'lamdi ya qo'g'lamamdi. Albatta qo'g'lamaydi. Qanday qilgan vaqtda u balani o'ydin qo'g'laydi yoki xaf bo'ladi desa, bala o'qishni yaxshi o'qimadi, ota-onasini xaf qildi yoki ko'chada qalayimqan egizpas ish qildi. Shu egizpas ish qilgan vaqtda uningdan keyin chu andin jazolash keladi. To'g'ri ish qilsa desa, albatta uni har qanday bir aqlli ota-ona to'g'ri ish qilgan balasini jazolamaydi. Shuning uchun biz bir millatni umumyüzlik bir balığa o'xshatsak, masalan ilim egillariga nisbatan chuqum bir ota-ona o'zining balasini joyida tarbiyalab yetishtirish uchun buningdek ortiqchilik bo'lsa, buni mukofotlash orqali, texmi rag'batlantirish orqali, xatolashib qolgan vaqtda "Ma ishni xato qildim" deb tuzitish orqali bola yaramliq odam bo'ladi. Agar unda qilmay
to'g'ri ish qilgan vaqtda rag'batlantirib, masalan, xato ish qilsa ko'ngli kelamiki deb kari bo'lmasa bir insonning o'zining bolasi bilan barbara u bolacho desa, xatolik tushib ketib, hatto o'zining to'g'ri yo'lini unutib, teyib ketirgan ish bor. Shuning uchun biz millat bo'lish sifatimiz bilan Uyg'ur millati bo'lish sifatimiz bilan cho'qim bugungi mush eg'ir kunga kelishimizda asosli sabablar nima? Bizdagi kamchiliklar nima bo'lgan? Xatoliklar nima bo'lgan? Ata-onamiz, bizning ajdodlarimiz qanday xatoliklarni o'tkazgan? Biz bugungi kunda qanday xatoliklarni o'tkazyapmiz? Deb buni tungan vaqtimizda andin bu xatoliklardan qutulib, o'zimizni manda yetishtirsak, andin ma bugungi asoratdan qutuldik ekanmiz degan yerga anda yetalaymiz. Unda bo'lmasa shu desa, ummat xalq umidsizlanib ketdi deb bugungi xatolikni yoki kamchiliklarni bizning ilgirki ata-bobolarimizdan o'tgan xatoliklarni o'ttirib qo'ymaganda bularga bu haqiqatni tunutmagan vaqtda nima ahvol kelib chiqadi desa, umidsizlik kelib chiqadi. Biz shunda to'g'ri yo'lda, yaxshi yo'lda ketyapsak, bizning ata-bobolarimizmi, ajdodlarimizmi shunda to'g'ri yo'lda menib ekan, uni danglaversak, o'ldiki to'g'ri ish qilganlarni ko'tiraversak, xato ish qilganlarni ko'msak, u vaqt gap so'z qilmasak-chi desa, biz mushunda to'g'ri yo'lda menayotgan bir xalq bo'lsak, nima sababdan bugünkidek bunda eg'ir kuniga qolamiz? Deb hatto kainotni yaratgan Allohning qudratidan shakllangan, o'zining iymonidan shakllangan, o'zining islomidan shakllangan mushundaq ishlarcho qachon kelib chiqadi desa, faqatlam to'g'rini millat ichidagi alohidliklarni, ata-bobolarimizninki bergan qurbonliklarini, ularningki kurashlarini, ularning botirliklarini ham aslab, ulardan o'tgan xatoliklarni, kamchiliklarni o'ttirib qo'ymagan vaqtda yomon oqibat kelib chiqadi. Shuning uchun tabiiy holda ummatni o'zimizningki tarixda alohida mayli xalqimiz uchun, mayli shu rayon uchun bo'lgan töhbikor bizning olimlarimizni, siyosiy katvoshlarimizni, davlat qo'ygan arboblarimizni asiltish, ularning izida ching turib mengishga rag'batlantirsak, yana bir tarafdan tariximizda o'tgan nurg'un xoinlar va nurg'un munofiqlar va nurg'un satqullar va nurg'un dushmanga bizning vatanimizni satgan kuchlar va kishilar va davlatchilik iddiasi yo'q bo'lgan, davlatchilikning nima ekanligini tonimagan, ilimsiz nadan qo'mondonlar va bularni tunigan vaqtda, manda xatolik o'tab falan vaqtda shuning bilan biz kommunistning qo'liga qolgan. Ya falan vaqtlik inqilob masalan nadonligimizdan dushmanga aldanib manda bo'lgan deb buni tunigan vaqtimizda cho desa, uningdan keyin andin haqiqiy xalqni to'g'ri yo'lga yetaklash mumkin. Bo'lmasa desa, masalan bugungi kunda biz bo'lishga tegishlik ochiq haqiqat nima desa, bizning vatanimizningki besverilgan bir zamin ekanligi. Bu Jahongirlarningki, Xitoy kommunistlarininki kim bo'lishdan qat'iy nazar, shu Mao Zedongdan tortib, keyingi Jiang Zemin bo'lsin, Deng Xiaoping bo'lsin, yoki undan keyingi bugungi Xitoy bo'lsin, hammasi shu bularningki umumiy bir nishon bor. U nishon nima desa, Sharq Turkiston zaminini, bu xalqni butunlay xitoylashtirish, shu orqali zamin talab qiladigan, "Ma mening zaminimni" deydigan fikir iddiani u yerda qo'ymaslik. Hammasining nishoni shu. Mayli bularning ishidan qattiq qo'lliq siyosat yurgizganlar bo'lsin, Mao Zedongdek masalan, o'z zamonida 60-yil, 70-yillarda xalqimizning ko'migan kuni yo'q hamda ajoyib eg'ir kunlarni boshdan o'tkazdi, madaniyat inqilobi degan nomda. Uning maqsadi nima etish chog'dimi desa, mush xalqni xitoylashtirishdi, mush xalqni o'zining milliy, mayli bu milliy kimligi, dini bo'lsin yoki tili bo'lsin yo urf-odati bo'lsin, hammasini bu ayiblash, hammasini cheklash orqali bu xalqni xitoylashtirishdi. Keyingilar mayli sal kengchilik siyosat, yumshoq siyosat qo'llanganlarmi qattiq kuch bilan qilolmadik, yetanmadik g'oyaga
Yumshaq kuch bilan yetamizmiki degan maqsadda yumshaq kuchni shu qo'llangan. Keyin ma şey chiqibcho desa, burunqi o'zining oti bobosininki asli qattiq qo'l siyosatiga qaytdi. Bu siyaset qaytishni ilgaricho biz anglaqliq keraklik. Mush 2010-2012 mush vaqtlarda xalqninki nurg'un odamning iqtisodlik bo'lishi, boy bo'lishi, chet elga chiqishi shu chaqdagi nurg'un odamlarga ma kommunist, ma Xitoy, amini Xitoyligini qiludi. Kommunistligini qiludi. Amini bizni yeyman degan bu niyatining yong'ini yo'q buningki. Masalan, nurg'un baylarga iqtisoddan oldin kichkin chet elga o'tganlar. Çokum bu ma iqtisodni bo'sh qo'ymaydi. Deb mushunaq gaplar deyilsa shu. Vatan ajoyib yaxshi bo'lib ketdi hozir. Hozir bu islom dunyosiga chiqdik, arab tilini ko'rdik, Turkiyani ko'rdik, u yerni ko'rdik, bu yerni ko'rdik. Bizning vatandagidek ya yo'q ekan. Masalan, bizning vatandagidek pul tepish oson. Bizning vatandagidek qanda yashab, hozir u yer degan shu xuddi shu Saudiyadek bo'lib ketdi, ayollar shunday hijoblanib ketdi, u bo'ldi, bu bo'ldi deb nurg'un odamchi Xitoyning manda bishkundilam darhol bu yerning terisini kiydiganligini tasavvur qilmagan. Buni o'ylamagan. Ishonmagan. U 60-yillar, 70-yillardagi ishqa Xitoyning qaytirganligi uchun ishonmagan. Ishonmay nurg'un odam, nurg'un iqtisodi va odamlar puldan kichkinam chet elga yetgan ishmi yo'q? Nurg'un shu pul egallari hozir chet elda kambag'al bo'lib qolganlar bor. Vatanda nurg'un iqtisodi va onu azraq yetke şerait bağ vaqtda onu qilmaganligi uchun. Nima uchun qilmadi desa, dushmanni tanımaganligi uchun. Bizning vatanning besib olingan zamin ekanligi, bu Jahongir, bu tajovuzchi, bu zolimninki cho'qim bu xalqni beka qo'ymaydiganligi, rohatini qo'ymaydiganligi uchun ishonmaganlikning dardini tortyapmiz. Bugungi kunda masalan bir qism odamlar, donliq odamlar bu siyosatni Xi Jinping yurgizdi. Xitoyning umumiy uning oldida siyosat anda yaxshi edi, manda yaxshi edi deb bütün jinoyatni bir Xitoyga otish. Uningdan boshqa bu bir Xitoy emas, bu bir sistem qilayotgan ish ma. Bir davlatning qurilmasi umumiylik qilayotgan ish. Shu bu buyruqni Xi Jinping tushirgan bo'lsa, buni ijro qilayotgan tuvanda necha million kadr bor, necha million odam bor. Bunun hemmisi nima uchun qilinyapti desa, bizning vatanni umumiylik yutib olish, bu zaminni mazmun meningti deydigan bir kuchni, bir shaxsni, bir ideyani, bir fikrini qo'ymaslik uchun, mush fikrini yo'qotish uchun qilinayotgan siyosat. Shuning uchun bu Xitoyninki ishninki qanday vos ishti u. Qarvosim ishti bo'ladi, alvosim ishti bo'ladi. Bu yerning har qanday bo'ra. O bir ak böresel işlemeydi ya hırs kılmaydı karısımanda diş bu bizning bugünkü açık haqiqatimizin çoğu yani bizning vatanimizdan biz öğrengan bir zemin ekanligidan ibaret bu haqiqatni tanımaganlık. Şunun için biz her qandaq meyli yazgıcı olsun, alim olsun, her qandaq adamninki, her qandaq bir şahsninki bu haqiqatni tanışı. Muş haqiqatni tanıgan asasda andın siyasi faaliyet qilishi. Qandaq qilgan vaqtda bu zaminni Xitoyning qo'ldan qutqizamiz. Buning yo'li nima deb mushaqda o'ylanish. Uningdan boshqa hech qanday yo'lninki ahamiyati yo'q, foydasi yo'q. Mumkin Xitoy 2 yildan keyin o'zgarib qolishi mumkin. Siyosatni o'zgartirishi, keng qo'yib o'tishi. Shuning bilan xalq rohatlanadi desa mumkin, 5 yil, 10 yil rohatlanish mumkin. Lekin keyincho yana bir o'zgarish bo'lsa, yana bu xafalik beshimizga kiradi. Buningdan tüp qutulishning yo'li nima desa, shu zaminni qo'lga olish. Uningdan boshqa yo'l yo'q. Bu haqiqatni hammamiz tunishimiz lozim. Xo'sh. Bu hamda yuqorida so'zlagandim, masalan, biz siyosiy nuqtadan siyosiy hayotimiz bu nuqtadan keltirilgan bo'lsa hamda diniy hayotimizda bu o'xshashlam uchuq holatda o'zimizningki ahvolini, Alloh bilan bo'lgan munosabatimizning qaysi darajaga tushganligini hammasini uchuq o'tirib qo'yish kerak degan narsa o'tirib. Albatta, diniy tarafdan masalan Alloh subhanahu va taolo bizning haqiqiy
to'g'ri yo'lda menish, haqiqiy musulmon bo'lishimiz uchun nurg'un Qur'oni Karimda nurg'un buyruqlar tushdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnati orqali nurg'un buyruq va cheklagan, ya'ni nurg'un buyurgan ishlar va cheklagan ishlar var. Cheklagan ishlar var. Haqiqiy musulmon qanday bo'lish lozim desa, Allah subhanahu va taolaning buyrug'ini, qudratining yetishchi qiladi, cheklagandan cho to'liq yanida endi. İkisining farqi var. Cheklagandan qudratimning yetishicha. Ya, unday ish yo'q. Ya, unday ish yo'q. Buyruqni fattaqullaha mastata'tum. Yani buyruqdan qudratimiz, yani bunda degini nima desa, shariatning ne kadar kengligi. Masalan, bir adam kesel bo'lib qoldi, Ramazon tutmasi bo'ladi. Bir adam seferde namazını qasr qilib o'qisa bo'ladi. Masalan, seferde Ramazon tutmasi bo'ladi. Bir adamning puli yo'q, zakat bermasi bo'ladi. Bir adamninki pasportu yo'q, masalan, hajga bormasi bo'ladi, pasport olamasa. Chunki bugungi kunda pasport hajga berishning sharti bo'lib qoldi. Masalan, demak, ma buyruqlarga insonning ba'zisiga qudrat yetishi, ba'zisiga qudrat yetmasligi mumkin. Şuna Allah'tan qo'rqishda, yani Allah'ın buyruqlarini icra qilishda inson o'zining qudrati qartacho icra qiladi. Pul yo'q adam zakat berish lozim emas. Kesel bo'lmagan, kesel bo'lib qolgan odamning Ramazon tutish lozim emas. Pasport yo'q odamning hajga borman, hajga berish lozim emas, chunki bag'ni bo'lmaydi. Bu buyruqlar. Lekin cheklagan ishlarni desa, men har kuni bir rumka ichib olmasam bo'lmaydi deb ichib olsa bo'lmaydi. Masalan, yoki bir qima o'ynayammasam, men ko'nglim bak bir aram bo'ldi deb o'ynavasi bo'lmaydi. Bu cheklangan ishlarni turib qiyinish lozim. Bunun hech qanday yo'l yo'q hamda. İlla masalan burungi zamonda yuz bergan, burungi zamonda bugun bizning vatanimizda yuz bir o'tirib, masalan, ashunda turmuq sulayma, masalan, yoki seni o'ltirma, ya onu qilma, bunu qilman deb Qur'onni tanlab turib, yoki ayda tahdidni salib turib, tahdid sağan tahdidni icra qila oladigan kuch bo'lish lozim tahdid sağuvchilar. Mushunda qilib turib sen ya ma haraqni ichsa, ya ma Ramazonni buzsa, masalan, bir narsa yap. Bo'lmasa seni turmuq sulaymiz, manchil kesimiz deb tahdid sağan bo'lsa, u ayrim masala. Lekin bir odamcho o'zi ixtiyorligi bilan, o'z ixtiyorligi bilan Allah cheklagan ishlarni ancha-muncha qilayya deyishi bu yo'lsizlik. Bu cheklindi. Lekin buyurgan ishlarcho o'zining ixtiyori bilan ma'lum illatlar, sabablar topilgan vaqtda uni ijro qilmasa bo'ladi. Xo'sh. Shuning uchun biz diniy hayotimizga qaraydigan bo'lsak, masalan, Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda nurg'un oyatlarda mu'minlarga yordam berdiganligi, mu'minlarni ustun qildiganligi, Allohning dinini ustun qilishga tirishganlarga Allah subhanahu va taoloning yordam berdiganligi to'g'riliq nurg'un va'dalarni berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam nurg'un bishoratlarni hadislarda berdi. Realligimiz bunun aksicha hamda. Bu vaqtda mesele bizdimi yoki bu dindimi? Dinning qarasak Allah o'zining va'dasini har qanday sharoit ostida chuqur ijro qiladi. Va'dasiga amal qiladi. La yuxlifullohu al-mi'ad deb o'zining nurg'un oyatda shu sifatlaydi. Allah o'zining va'dasiga qat'iy xilovlik qilmaydi. Mu'minlarni ustun qilaman deb va'da qildi. Mu'minlarga yordam berdiganligi to'g'riliq va'da qildi. Kafirlarning ustun bo'lanmaydiganligi to'g'riliq nurg'un va'dalarni qildi. Lekin bugungi realligimiz bunun aksidan bo'lamadik. Nima uchun desa, biz ashu Allah subhanahu va taolo talab qilgan shart bo'yicha haqiqiy mu'min bo'lamadik. Allah subhanahu va taolo masalan Qur'oni Karimda va a'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Sizlar düşmanlarga qarta, ya'ni shular qarshi min quwwa. Her tarafdan kuchlaninglar dedi. Üzerine tayyorlanglar dedi. Bu şeyde minel quwwa demedi. Min quwwa deb nakira deydi mi Arap tilida? Elif lamsiz ekeldi. Alimlerimiz nima deydi desa an nakira ta'um deydi. Eniqsiz holat keltirdi. Eniqsiz holat keltirdi. Bu umumiy
Meyli ilmi taraftan bolsun, meyli iqtisadi taraftan bolsun, siyasi taraftan bolsun, kural yarak taraftan bolsun, imani taraftan bolsun, birlik qarindoshlik taraftan bolsun, yani insanın düşmanga qarshi g'alaba qilishda bo'lishga tegishlik har qanday kuchni tayyorlashga buyurdi. Bo'lishga tegishlik birinchi kuch nima desa imoniy kuch. Yani haqiqiy iymonni yetishtirgan vaqtda inson dushmandan qo'rqmaydi. O'limdan qo'rqmaydi. Chunki u inson o'lgandan keyin jannat va menga deydigan bir iymonga ishondi. Xo'sh. Bu inson birlik, ittifoqlik bilan ish qilgan vaqtda andin dushmanning ustidan g'alaba qilgan bo'ladi. Talash tartish bo'ldi ekan musulmonlar sepida yoki bizninkidek mushunda Jahongirlar asr qolgan millat ichida bu dushmanning ustidan g'alaba qilolmaydi. Ilmiy tarafdan bu ilmiy taraf deganimiz yolg'iz Qur'on sunnat ilmi emas. Tabiiy holda Qur'on sunnat ilmi bo'lish lozim. Mushuna bilan qo'shib mayl tabiiy olsun, mayl siyosat olsun, her tarafdan bir millatning bugungi kunda gullanish uchun, taraqqiy qilish uchun lozim bo'lgan ilm bor. Musha her türlü ilimde tayyorlik bo'lish lozim. Yalğız bu ilimni bir taraf kelam dini ilim, yoki fanni ilim, yoki manda ilim deb ilimni bir tarafga yoki ma'lum bir turga cheklab qo'yish bu to'g'ri emas. Bugungi kunda insonlarning, davlatlarning gullanishiga sababchi bo'layotgan her qanday ilim bo'lsin, tabiiy fan buning ichida mayli injenerlik bo'lsin, mayli tabiiy fan qatoriga kiradigan ilmli bo'lsin. Chunki bu bo'lmay, ya'ni millatning taraqqiy qildig'ini olmaydi. Millatning asoratdan qutulg'ini olmaydi, hatto qutuldigan taqdirda gullandig'ini olmaydi. Hozir nurg'un davlat va millatlar bor dunyoda. Shunda bechoramdi davlati turib. Nima uchun desa, ilimsizlik, nadonlik, jahillik qaplagan xalq, millat. Shuning uchun Afrikada bor, Shimol Amerikada bor, ajoyib namrat, ajoyib kambag'al, har tarafdan shunda tuvan holat yashayotdi. Nima uchun desa, jahillik qaplagan, bilimsizlik qaplagan, nadonlik hammadan ustun. Shuning uchun bu millat, bu davlatlar shu taraqqiy qilinmadi. Gullanmadi. Gullanishning, taraqqiy qilishning, dushmanning qutulishining yo'li her tarafdan tayyorlik qilish. Bizda shu tayyorlik bormi? Bir qism odamlarni o'qidi desak, bu o'qigan odamlarda iymoniy tayyorlik bormi? Iymoniy tayyorlik bo'lmasa, dushmanni dushman, do'stni do'st deb tunuydigan iroda bo'lmasa, ilm bo'lgan bilan yana kaq kelmaydi ekan. Bizning hozir tabiiy fan sohasida nurg'un Yaponiyada, Yevropa nurg'un davlatlarda alohida unvonga erishgan nurg'un odamlar bor. Nurg'un doktorlar bor, nurg'un professorlar bor. Bularning ko'p qismi hech qanday siyosiy harakatda yo'q. Millatni bugungi kundagi bu asoratdan qutqizishga hasta qo'shishdan nol. Nurg'un odam bormi yo'qmi? Albatta bor. Nima shu ashuna bo'ldi desa, bularning ko'pida iymoniy haydakchi yo'q. Ma millatni qutqizish, ma xalqni qutqizish mening iymoniy burchum, milliy burchum deydigan ruh yo'q. Ruh yo'q bo'lg'achqa tabiiy fan sohasida nurg'un utuqlarga erishgan bo'lsa-mu, nurg'un alohidaliklar bo'lsa-mu, bu odamning o'zining ishi bilan, o'zining hayoti bilan, o'zining turmushi bilan, buning jiqlari vatandimish o'lqa kadrning ballari bo'lg'achqa yoki mush sahodirrak yetishib chiqqan bo'lg'achqa uydagilarning ko'pinchisi vatanda xotirjam. Ular bilan kunda ko'rishib turdi, masalan. Şuna başka xalq bilan, başka xalq nim bo'layotdi. Kar yo'q yashayotgan nurg'un odamlar bor, nurg'un ilm odamlar bor. Shuning uchun bu bugungi razolatdan qutulishning yo'li nima desa, har qaysi sohada yetishish, har qaysi sohada mush yetishish bilan birga cho'qim dushman deb tunuydigan iroda bilan bu dushmanga qarshi turishda qurban berish ruhi bilan shu yetish lozim. Aynda bo'lmasa yani foydasiz bo'ldi ekan. Qaysi sohada yetishsin, bu dushman deb tunumasa, bu dushmandan qutulish mening milliy diniy burchum deb tunumasa, uning ahamiyati shu xalqqa bo'lmaydi ekan. Amaliy natija shu bo'ladi. Ko'zimizda ko'rayotganimiz shu. Bugungi kunda masalan nadonlikdan, haqiqatni bilmaslikdan bir odam qo'pab masalan
Facebook chiqib, men emisa ya biz falan tashkilot ya u bu 6 aydan keyin vatanni mustaqil qilaman deb tazjonliq bir so'z esa, bizning minglagan xalqimiz shu ashnaga agishidi. Nima uchun agishidi? Nadonlikdan agishidi. U amaliy bir planni o'tirib qo'ygani yo'q. Bir ish nurg'un unda gapilni oldik biz. 3-4 yilni yaqin masalan ajoyib gapilni oldik. Voy qisas olimiz, ani qilimiz, mana anda qildigan kun keldi, bunda qildigan kun keldi. To'g'ri. Ash kunlar kelib eshib ketdi. Bizning gadrimizga jihad qilish farzolab eshib ketdi. Lekin hozirgi ish qilinmayapmiz. Nima uchun desa, nurg'un xalqaro vaziyat sharoit taqpishib yetilmayapti. Bizning qo'shni davlatlarning Xitoyga yemchik bo'lishi, masalan, nurg'un tarafdan bunda cho'ng ishni qilish uchun xalqaro sharoit, qo'shni davlatlarning sharoiti har tarafdan cho'ng yetirish lozim ekan. Bir adam aqli, ilmiy asosda gap qilsa, xalqimiz cho'ng, bu xuddi hech qiyin olmaydigandek gap qildi. Yoki bak jiroq qilyapti bu ishni. Mushunda o'z qachongish mushunda emas. Chunki nimaga amroq desa, ham xiyolga amroq endi. Haqiqat ochiq. O'zimizning bugungi kundagi holatimizni, bugungi kundagi alohidligimizni, iqtidorimizni, kamchiligimizni tunishdan iborat ma haqiqat ochiqimni jiq odamga. Ochiq kelgan ekan, ham xiyol qilib Facebookda o'ltirib vatanni oldigan. Facebookda ya Twitterda o'ltirib nurg'un askariy ishlarni qilib yutadigan. Bu amaliy maydonga tushgan vaqtda bu nimaga yaraydi? Qanchalik kuchimiz bor bizning? Qanchalik sharoitimiz bor? Deb Mavlaning amaliy maydonga kelgan vaqtda bu ochiq endi bu. Ochiq bo'lgan ekan, bu ochiqni jiq odamningki tetig'isi yo'q. Bo'lsa ko'nglini xush qilib, ham xiyol bilan yashag'usi bor nurg'un odamlardir. Shuning uchun bu ochiq haqiqatni tuntishimiz xalqimizga nisbatan nihoyat zarur. Ya'ni o'zimizni haqiqiy tayyorlash uchun. Ya'ni ishki qo'rq xat bilan emas, Facebookga jangovar xatni yozish bilan emas, yoki to'tag'iz nihoyat jonliq gapni qilib qo'yish bilan emas. Jonliq gap bo'lish lozim, lekin bu amaliyotga uyg'un bo'lish lozim. Xalqni aldaydigan shaklda, xalqni bexutlashtiradigan shaklda, xalqni ham xiyolga tushundiradigan shaklda gap bilib, undan keyin ondan ma'lum vaqt o'sishi hech bo'lmagandan keyin ham xiyolga tushunib qolgan odam birlam yo'ldan burilib ketirgan, hech qanday ishga aralashmay beparvo yo'lga kirib oldigan, foydasi yo'q ekan aytishningki. Onun keyindi mangdoq, maning keyindi mang paqtoq, uni qilib paqtoq, buni qilib paqtoq. Vatandagi zulm o'z biti 5 yilni yaqi. Hech qanday o'zgarish olmadi, u oldi, bu oldi deblam. Bütün chapanni selib, yo'l arib, chiqib ketib, o'zining jani, o'zining hayoti bilan bo'ldigan ish nerdan kelib chiqadi desa, ham xiyolga tushmishdan amaliyotga uyg'un bo'lmagan, bizning bugungi vaziyatimizga uyg'un bo'lmagan quruq gaplarga aldinishdan anda yomon oqibat kelib chiqadi. Lekin biz ochiq haqiqatni bilsak, o'zimizning vaziyati amaliyotga uyg'un fikr qilsak, amaliyotga uyg'un o'zimizni yetishtirsak-cho, men ma yo'lda mayli 6 aydan keyin ya 1 yildan keyin g'alaba qilay. Yoki bu yo'lam 10 yil kechikib ketsin, mening qilishga tegishli burchim ma'u. Qilishga tegishli ishim ma'u. Allohning rasuli mening gadirimga atqan bir mas'uliyat ma'u. Mening millatim, mening xalqim mening gadirimga atqan mas'uliyat deb buni tungan odamcho desa, u qanday bo'lishdan qat'iy nazar natijaga erishsin. Darhol qalbini ko'zi bilan ko'msin. Bu chaqda yo'lda mustahkam bo'ladi. Ash vatanimizda masalan mayl barin inqilobi deymiz, uning oldi keyindiki islomiy da'vatchilar yoki siyosiy faoliyat qilganlar yoki millatni uyg'otishga harakat qilgan yozuvchilar bo'lsin, masalan Ziyoli eldan. Nurg'un odam masalan shu ish bilan biz ma ishni qilsak, vatanimiz hozirlar mustaqil bo'lib ketadi, Xitoy asta berib chiqib ketadi deb qilganmi buni yoki o'zining bir kishilik maydonini isbotlash, dushmanga bo'lgan qarshiligini ko'rsatish, ma zaminni talab qildigan haq egallari borkan degan bu haqiqatni xalq ichida saqlab qolish uchun qilganmi?
Tabii halda nurgulları özünün kuchi, özünün şaraitiniki qanchalik ekanligini bildi. Bir yer bir saqchiqanni ya bir yer bir ish qilib qo'yganga Xitoyning unda oson tashlab chiqib ketmaydiganligini bildi. Lekin shuni bilib turibchi desa, men bir kishilik mas'uliyatimni ado qilishim lozim. Burchimni ado qilishim lozim. Ma xalqimga bu meseleni canlıq xalq işçisi saqlab qelish lozim. Mavadi bir mesele var. Düşmanga bo'lsin, do'stga bo'lsin. Mavadi bir zimin meselesi var. Besverilgan bir zimin var. Bu ziminni talab qiladigan haq egilleri var degan bu haqiqatni tuntirish uchun qilig'liq nurg'un ishlar. Shuning uchun biz chet eldimi cho desa, o'zimizning bugungi amaliyatimizga uyg'un, xalqaro sharoitga uyg'un, xalqaro sharoitni cho'qim bizning manfaatimizga xizmat qiladigan hozirlash uchun buni kuchash lozim. Qo'ldan kelishicha tirishchanlikni qilish lozim. Dushmanimizningki rezilligini haqiqiy tunigan asosda boshqalarga tuntish lozim. Bu orqali andin ham ilm bilan, fikr bilan, siyosat bilan harakat qilgan vaqtda inshaalloh bizning yo'limiz yaqinlaydi. Nişanımızga yetişdiki masafimiz texmi yaqinlaydi. Lekin o'zimizni ham xiyolga chumdirib, oldinib, bixtulab, golulab jursakcho desa, o chaqda ma'lum vaqtdan keyin yetishtiqasining foydasi yo'q ekan ma ishini deblam, burilib ketish, yo'lni tashlash, hatto o millat, din, o da'vodan faqatlam voz kechish holati kelib chiqdi. Bu eng xatarli ahvol. Shuning uchun bundan saqlanish lozim. Ustadan ben bir şeyde bu meselenin teximmek hayatımızdaki inçike, uşak meselelerine, cıklarımız dikkat kılmaydıgan meselelerine düşürüp baksak demem. Bazı insan bu neslerini okuğa vaxtıda bir qancha men necha xil maqolalarni o'qidim hamda. Bu vaqtda ba'zancha haqiqatan bak oshirayaptimi, bu baklam chingitayaptimi deb o'ylab qoldim. Degan shunday bir davrda yashayapmizki, bütün hayatımızın her sohalariga, masalan, o'simdan iborat ya bu muameleler, banka muameleleri, bu nurg'un insonlar diqqat qilmaydi. Bakrak surishtirib qilganlar buni tigitakdan surishtirib qilmaydi mesela. Shunda maqolalarni o'qidimki, bir musulmonniki nayt taqvodir bo'lishi mumkin, 5 vaqt namoz joyida o'qishi, hajga berishi, ro'zalarni joyida tutilgan bir mu'min bo'lishi mumkin. Ammo o'sim bilan muomala qilganda, o'sim bilan muomala qilgan bankalar bilan pulini qo'yib shu yerdan foyda olib qilayotgan bo'lsa bir musulmon, yoki bo'lmasa bir yerda ishlaydi, bir shirkatda yoki bir xo'jayinning qo'l ostida ishlaydi. Ammo shu ishlash jarayonida agarda Allah razı bo'lmaydigan ishga shu shirkat yoki xo'jayin buyurgan bo'lsa-mi, uni shu men mashal ishlashga majbur u deb u xiyolga kelmay uni qilib yetalisa, qilaversa uni surishti qilmay. Yoki ayolni Allah razı bo'lmaydigan bir yerda ishlashiga ayolning ruxsat qilsa, ishligidan oilamizni baxmsa qilmaydi degandek. Mana bu shunday turdiki, jamiyatda har xil insonlar var. Har birimizning shaxsiy o'zimizning hayotida qarasak, bu inson kecha kunduz masjiddan chiqmay Allohni zikr qilsa-mi, hayotida bir qitimmi Allohni Allohu akbar degan inson emas bu deyman. Men ashunda mazmundagi maqolalarni o'qiyman. Bugungi nopuzluq olimlarning yozgan narsa. Bugun hayotimizda nurg'unlarimiz men yana hayotimning ko'pincha qismini Allohning dinida yashayapman deb qo'yib, bunda yuqori tilg'ilgan masalalarni parvosiz qana qilmiz deb shunda yashamay qana qilmiz deb yashab ketadi. Bunda qilgan insonlar hayotida bir qitimma Allohu akbar degan, ya'ni Alloh eng ulug' degan Robbini haqiqiy tunigan insonlar emas, tunigan bo'lsa bunda qilmaydi deyotdim. Bu bir tarafdan qaraganda insonni qo'rqitadigan bir narsa. Nihoyat bir xil beklam bu olimlar yoki sizcha jiddiy bir shaklda dinni chingitayotgan oshqullik qilganlarmi yoki? Yo'q, tabiiy holda umumiy musulmonlarning vaziyati qarasak, dunyo musulmonlarining ve şundaqlı şunun cümlesinden bizning Uyg'ur musulmonlarining umumiy vaziyati qarasak ve haqiqiy dinning ta'limotlari bilan bularning hayoti o'rtasidagi farq nihoyat zo'r endi. Farq nihoyat zo'r. Bugungi kunda halqa musulmon masjidga kirsa musulmon, masjiddan chiqqandan keyin hammasi bo'lalaydigan bir holatda yashayapmiz endi. Nurg'un odamlar. Masjidga kirib namoz o'qiydi, o'zining do'stlarini qo'yib o'tishi mumkin. Masjidga kirib namoz o'qiydi, o'zining sheriklariga xiyonat qiladi iqtisodiy tarafdan. Masjidga kirib namoz o'qiydi, boshqa xotinlar bilan harom ishni qiladi.
Mescid kirib namaz o'qiydi ya bugungi kunda Ramazon tutadi, ayında jazoidan pul topadi. Mescid kirib namaz o'qiydi, nurg'un o'zining musulmon qarindoshlari qarta suxanchilik yoki munofiqlik qiladi. Nurg'un illatlar nayt zo'r ig'rimdi. İlletler nait eğer. Bu din halka ya eyyuhellezine amenu dukhulu fis-silmi kaffe. Sizler bu İslam'a umumiyizlik kiranlar deb buyurulgan dedim. Yukarıda biz dedik ko. Müslüman Allah'ın buyrukunu, kudretinin yetiş çıkılış lazım. Çekilgen işin çoğu to'liq yeniş lazım. Yani her kandak Müslüman Allah çekilgen işini ayna arlaştırıp kıldıken bunun kıygan işi bakalan bulup getirgen. Xuddi baka bo'lgan. Masalan, Allah Qur'oni Karimda mushu jazayni qarta masalan, bu Allah'ın Resulü urush e'lon qilganlik deb tasvirlanadi. Allah'ın Resulü urush e'lon qilganlik bu jazayni bilan muomala qilishning o'zidir. Mujna to'sa bugungi kunda nurg'un odamlar bor. Ma'lum shaz bütün İslam alimlari itiraf qilmagan, e'tiborga olmagan fatvolarga eslib turib, masalan, 1 million pul olsa bir odamningki tijorat qilsa upun ziyon tatudi. Mumkin ziyon, chunki nurg'a odam tijorat qilib ziyon tatdi. Masalan, Turkiyaning sharoitida bankka qo'yib qo'ysa, oyda 20-25 ming TL pul keladi. Mushuni ona yashayotgan ashnaga taynib. Yoki bo'lmasa, uningdan boshqa nurg'un harom ishlarga mablag' solayotgan, harom tijoratlarni qilayotgan, shu vaqtning o'zida mumkin namoz o'qiydi, Ramazonning ro'zasini tutadi. Bu nima desa, xuddi Qur'oni Karimda ahli kitobga o'xshab qolgandek bir ishim. Ahli kitobni sifatlab afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Sizlar bu kitobning ba'zisiga ishonib, ba'zisiga kofir bo'lamsizlar degan. Xuddi shuningdek hamda musulmonning shu ashunda hamma ishni masjid kirsa, musulmon sirtqa chiqsa hamma ishni qilib yurgani shu desa, ashulig'i ma'lum tarafdan o'xshab qolganlik hamda. Shuning uchun musulmon bo'lsa, haqiqiy musulmon bo'lish lozim. Shunda haqiqiy musulmonlig'a Allohning yordami shudir. Unda haliqi bihuda baka hem halalni hem haramni aralashtirib qildigan manda odamlarga uchun Allohning yordami tushmaydi. Allah'ın yardımı. Çünkü mümin de sifatildi. İnnallâhe ma'al muttaqin. İnnallâhe ma'as sabirin. Mesela. İnnallâhe le ma'al muhsinin. Nurgun ayetleri sifatildi. Bu mükemmellikini talep kurdu. İnsanın umumiyizlik münkerini tuluq taşlaşını buyruğunca özünün koldan kelişçi kılışını talep kurdu. Onda boğandan keyin her kandak Müslüman şuna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem umumi bir bayan nima desa, Allah her kandak bir insanni ma'lum bir musibet bilan, bala bilan sınısa, bunu günahının sebebinden sıraydı diyor. Günahının sebebinden Allah subhanahu ve taala insanni ma'lum bir halqni şu günah sebebinden sınaydı. Şunu vettaqu fitneten la tusibannallazina zalamu minkum khassa ve alamu ennallaha şedidul iqab. Muşu Allah'ınki sınıqı balası kelse fakat şu işini qiyğanlığılam kelib başqalarga kelmaydigan ish yo'q. Ma'lum rayonda ma'lum munkar ko'payib ketsa, bu chaqda shu azab kelib qolsa umum keladigan ish bor. Shuning uchun Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda cho'chib o'g'inib bir kun uyqusidan Ummu Salama radhiyallohu anhaning uyidagi vaqtda vaylul lil arab min sharrin qad iqtarab. Azab qo'rqinchli bir tush keldim. Esa shunda bir yomonlik, musibat, qopiliq kelyaptimi o'g'liga. Desa Ummu Salama so'ragan. Ya Rasululloh, anuhlaku va fina solihun. Bizning ishimizda shunda yaxshi odamlar tursa, biz halok bo'lamdik yana. Yana Allohning azobiga duchor bo'lamdik desa, iza kathura fihim al-khabath. Shu yaxshi odamlarning ishida buzuq odamlar ko'payib ketsa, bularning soni ko'p sonliqni egallab ketsa, bu chaqda Allohning azobi tushaverdi. Bir jamiyatda. Jamiyatga shu umumyuzlik xafalık keldiganligidan shu bishorat bergan mushanisda ogohlantirgan. Biz vatanimizningki masalan vaziyatiga qaraydigan bo'lsak, shu burunqi zamonlarda masalan
biz yaşagan vaqtda 90-cı yıllar şundan keyin 2000 mesela şunu aldı keyine şu vaqtda hali bir xil rahatdi. Yani xalqning umumiy tarafdan yaşaşı normal namaz qo'ydiganlar, o'qib, ibodat qildiganlar qilib, o'quvchilardan boshqa normal odamlar bu shuna yashaydi. Shu chaqildim qaraydigan bo'lsak, masalan, xalq ichida bir 5 vaqt namozini joyida o'qiydigan odam yanala osonlikdi. O'zining zakatini beradigan odam yanala osonlikdi. Ma'lum bir mahallini ya bir jutni deysak, masalan, cho'qim bular osonlikdi. To'g'ri yo'lda maqdiganlar osonlikdi. Shunda normal sharoit asrimi. Nurgun o zina fahişe, bu qimavazlık, araqkeşlik, bu işildigen şunda batı halkımız içinde. O düşman bilen hemkarlaşıp onun egzaç qılınmaydı. Xitay kelgenden buyan o hemmi yezqishloqqa bizning Xitoyni kelib bir ish qilib bizning xalqni Xitoyning qo'li orqali bosh qo'ygan emas. Hamma yerda asosliq icra qiluvchi kim o? Bizning xalqimizdan bo'lgan shu Uyg'urlar. Bir qism odamlar Uyg'ur deb bugungi kunda endi shu gapni qilib chiqarganlar bor. Uyg'uranda. Uyg'ur deb hamma Uyg'urni payg'ambarning o'rnida ko'rgan olmaydi. Hamma Uyg'urni sahobaning o'rnida ko'rgan olmaydi. Hamma Uyg'urni Abdukim Mahsumajim yoki Sabit Damollamda ko'rgan olmaydi. Bu aql bilan o'ylash lozim. Bu Uyg'urning ichida aşında nurgun muş milletni, dinni, xalqni deb qurban bergan Uyg'urlar var. Haqiqiy Uyg'urlarga vakillik qilganlar bular. Muş Uyg'urning ichida, şu Uyg'urdan tug'ilgan, Uyg'ur so'zlaydigan chiroy Uyg'ur nurgun Xitoyga setilib, xoinlik qilib, milletning qanini to'kashga his qo'shgan minglagan Uyg'urlar bormi yo'qmi? Albatta bor. Unda bo'lgandan keyin bu yerda bizning bir milletni hürmetleş, ya ki bunu üstün kürüşte onun namülelam emes fakat. Uygurlamanda desek bu Uygur'un içinde aynı her xil adamlı var. Bunun içinde kahramanlı var, bunun içinde hain var. Onda boğan deyken biz şu kahramanlarımızın tunuş, onu izzetleş, onu hürmetleşimiz lazım. Şulanın izledin menişka tırışçalık kılışımız lazım. Hainlerini mi tunup, hainlarını tunup, düşman bilen hemkarlaşkanlarını tunup, bunun yolunca agah buluşumuz, halkımızı agahlandırışımız lazım. Bu doğru yol mu? Uygur olsa hemimiz opak, başka millet olsa hemimiz karamaz. Şunun için millet karıştı mı, yalnız Uygur milleti gelmez, meyil Türk milleti olsun, meyil başka millet olsun. Şukum umumi bir milletin ak, birini qara deyishki bo'lmaydi. Tabii biz o'zimizning millatni suyimiz, yaxshi ko'ramiz. Yaxshi ko'rganlikning o'zi buning ichidagi xoindan tortib, munofiqdan tortib, yanjoqchi qo'ymichi, zinoxor hammani o'xshash ko'rash deganlik emas u. Ular u xoinlar chuqum millatning xoini, millatning vakili emas. Hatto Xitoy bularni Polariyaning vakili deb saylab qo'ygan bo'lsa-mu, bular xoinlar. Xoinlar xoin pitida qilish lozim. Şu asasda muamele kılınış lazım. Kahramanlar kahraman asasda şu muamele kılınış lazım. Hoş damlam de qandaq vaqtda Allah'ın dininde haqiqiy manğallardan bo'lamiz. Programının 5 yildan vaqtimizni tugutib oldik. Qisqa şekilde tugutaylik. Qandaq vaqtda desa Allah subhanahu va taolaninki Qur'oni Karimda kelgan buyruqlarga haqiqiy ergishish bilan Peygamberimizin sünnetiga haqiqiy ergishish bilan Allah subhanahu wa ta'ala'nın rahmetini ümit qilish, Allah'ın azabından qo'rqash, yani haqiqiy yaramliq Müslüman bo'lash bilan shu Allah'ın dinida haqiqiy mustahkam ma'alaymiz. Buningdan boshqa shu yo'limiz yo'q. Bu yo'l qisqa yo'l kimga tungan odamga. Tunmagan odamga shu desa, nayt egri bugurisi jiq yo'l endi bu. Nimishqa desa, chunki u hayotida shunda egri bugure egizpas yo'lda mang'an bo'lg'achqa bu yol ona nispeten bek uzrab kitirunda adamga. Tungan adamga çoğu dese, naiti kıska, asan yol bu. Şunun için biz her kandak bir Müslüman bugünkü dakikinde çokum özüne ilmi tarafını yetiştiriş lazım. Yani bu dinde kandak kığa vakitte sağlam doğru mağın olurdu. Bu vakti özünün tabi bu bugünkü okşugan ve bunun başka terbiye karakterlik
tebliğlerini bunu tanışaş lazım. Yazgıçlarımızdan yazgan makallarını okuş lazım. Şunun bilen birlikte yüzünü cınlap bakış lazım. Men zaten nerede kitabı ben? Çünkü Allah Subhanahu ve Taala Kur'an-ı Kerim'de nurgun ayette bizni yüzümüzden hesap elişki buyurgan. Hoş. Alahide bunun kızıktı olan. Şunun için her bir insan yüzünü çoğu men zaten kandak adam. Benim Allah ile boğan münasibetim nereden nekkegice. Halk ile boğan münasibetim nereden nekkegice. Ailem ile boğan münasibetim kandak kitabatıdo. Düşman karta nefretim kançilek meninki. Bunun karta bir menden emli şerkitimde bir ifadesi bulatamdı ya bu mavatamdı. Bu şahti çoğu yüzden hesap eliş lazım. Şu Ömer radıyallahu anhu hasibu enfusakum qabla en tuhasabu ve zinu a'malakum qabla en tuzana aleykum deydi. Ya sila üzerindeki nefsini Allah hesap eliştim burunca üzerinde hesap elip durunlar. Sizin kıygan yaxşı emellerini kıyamet günü silahını aldığınlığa cınlap Allah'ın dergahida aldığınlık kuyulaştım burun üzerinde bir ölçep cınlap yakınlar. Kancılık iş kaldığınlar. Doğru kıygan işinle kancılık, hata kıygan işinle kancılık. Bunu çoğu ondan bölünler bunu dikkat kılınlar deydi. Şunun için biz yüzümüzün tekşürüp duruş bu acayip muhim paydılık. Kur'an-ı Kerim'de şu efela tetefekkerun, efela taqilun, efela ya'lemun dep neçe ayette var. Bizim şu fikir yürgüzüşke, oyunlışka, akıl yürgüzüşke buyurgan nurgun ayetli var. Bunda boğandın keyin alahide her daim şu bir insan doğru yoldan mağayman, muş doğru yoldan çetnep ketmeydiyse çokun bu insan yüzüne her taraftan yetiştirişke tirişçallık kılış lazım. Çünkü insan bilen şeytan ba, havai heves ba, cemiyetteki nurgun insanı azdurduğun yaman illetle, yaman süpetle cemiyet ba, bunda boğandikin yüzden hesap erip tuğmusa, hakiki mümin bulup yaşkanı bulmaydı. Şu Allah Kur'an-ı Kerim'de kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni yuhibbukumullah. Peygamberimiz buyurup sizler Allah'ın yaxşı gördüğün bolsanlar bana ergişinler. Demek bir yerde Peygamberimge ergişişinin üze Allah'ın yaxşı görgenlikinin ki alameti şu an. Bir adam Allah'ın yaxşı görmen dep koyap yüzünün hayatını Peygamberimizin hayatıdan, Peygamberimizin sünnetinden, ahlakıdan jırak olgan bolsa, onun çet yaşagan bolsa, bu adam çoğu davasını yalgancı. Allah'ın yaxşı görmen degen davasını yalgancı. Şunun için her kandak insan çoğu çokum yüzünü tekşürüp duruşu, yüzününki nerede ikenligini bölüşü bu pek muhim. Hocam dini mezmunlarımızın içinde nahayet insanı küçükkine bir ameller bilen, küçük bir zikirler bilen cennette nurgulluğun mükafatlarının bağ ikenligini süpetleydiğin mezmunlar var diye. Yukarıda söyleyip ötülgenler mi mesela söyleyip ötülgenlerine nispeten cennetinin bedeli ahirette Allah'ın rahmetiyle bu Allah razı bulduğun Müslüman bulup yaşaş için nurgulluğun kılışkı tegeçlik işlemimizin bağlılığını yukarıda anlap öttük. Hem de Rabbimiz cennetinin bedelinin herkes erzan emas ikenligini, o kıymetlik bir narsa ikenligini söyleydi. Muşni biz ikisini qanday bağlaymiz cennetinin bedeli erzan mı yoki kıymet mi? İkisini otursa qanday bağlaymiz? Elbette cennetinin bedeli bek kıymet. Allah Kur'an-ı Kerim'de bunu nim bilen ifade edilse İnna Allah eştara minel mu'minina enfusahum ve emvalahum bi enne lehumul cennet yuqatiluna fi sabilillah feyaktuluna ve yuqtalun. Allah Subhanahu ve Teala müminlerden bulanın cenneti setip aldı dedi. Hoş. Ve melnimi setip aldı. Niminin bedrigi setip aldı dediyse bulanın cennetini birişinin bedrigi setip aldı dedi. Yani sizler cennet girimiz deydiken sizler üzerinin melağını, cenağını Allah yolunda atışın lazım demek için. Bular Allah yolunda köreş kılıdı, cihat kılıdı. Uruş kılıdı. Ülüdü ve öldürüldü. Üleş, öldüreştin çoğu bula korkmaydı. Mana muşunda üleş ya ki öldüreş meydanlarını baştan keçirgen. Mana muşunda edemlige Allah nim bilen müvaat kılvatır dese cennet bilen müvaat kılvatır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani bir hadiste Ala inne sil'atallahi galiye. Ala inne sil'atallahi el cennet.
Allah'ın meli bek kımmet bu. Bek kımmetlik. O kayse edilse o cennet diyen. Yani bir hadiste bu cennetnin ki ne kadar insan yaman kördüğün, insanı yakmaydıgan, tabiiti bunun çıdımaydıgan, nefsi bunun çıdımaydıgan, muşundak her xil musibetler bilen bu cennetin yolunun korşalganlığı. Devzakның yolu çoğu ise insanın köngli, havaya şunda halaydıgan, özünün nefsi halaydıgan nesler bilen devzakның yolunun ki korşalganlığını bayan kıldı. Neymiş için deyse, ma cennet giriş yolunun ne kadar kıyın ikenligi. Bunun da asan emesligi. Bunun ta insan nispeten mesela uykudun uygunup namaz okuşunda kıyın etigende. Bu küngel gücünde insanın nefsige eği kelidi. Lekin cennetinde müminler şu sadi kopap namazı koydu mesela. Şu cennetinde nurgun haramdan yüzün jığıdı. Halbuki kucha hem ya nurgun haram bilen toşkan. Mesela insanın nefsi havai hevesi bunu çoğu Allah acayip halaydı hem de. Nefsinin keynik girse, havai hevesinin keynik girse. Lekin mümin çoğu ise yak men havai hevesinin keynik girsem olmaydı. Ezip gitme, devzak girme, Allah'ın nefretine uçrayman, gazabına uçrayman dep özünün nefsini kontrol kılıp, özünün havai hevesini kontrol kılıp doğru yolda menişe tırışır. Şunun için bu Allah'ın cenneti kıymetlik. Bunun bedeli iğir. Bir adamın hadisilde mesela malum zikirlerini deyse cennet girdi, cennetin açıkçası la ilahe illallah Muhammed Resulullah mesela. De bula neymiş yön deyse bu bir zinnet bu. Yani ki hem iştin jirak, namazdın jirak, mesela ibadetilden jirak, münkerinin hemmisi ba adam kupap la ilahe illallah Muhammed Resulullah ya Allah Ekber deyip koysa o kuruk dava o. Kuruk dava. Bu emniyette bu mükafatlar yukarıda bütün buyurulğanda çın tutup mangan Müslümanlarga Rabbimden bir mükafatı küçükkine bir zikir var. Şu o elke neymiş şu endiyse insanda şeytan ba havai heves boğaçka ma zikirler çoğu diyse ma havai hevesini a şeytanını kontrol kılış onu baş kuruştur zikrinin alahid rolü var. İnsanın kalbini paklap durdu. Kalbini havai hevesten, şeytan eğişten çok tazlap durdu zikri. Şunun için bu zikr Kur'an-ı Kerim'de vezkurullaha kesira. Yani bu zikr digellikinin üze Allah, 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 ya subhanallah, subhanallah dep til bilen dep koyap onun dinkin özünün halığını kılış digellik emez. Allah'ını hakik esleş nerede görünüdü bunun namayendisi dese mesela bir şeyde yolda onun tili pul ısrap kaldı. Emmeden pulga ihtiyacı var. Muş vakitte bu şahs bu pulunu elep bunu aş ilgisini tepişka ilan çıkaramdı ya ki kom kalıp yancı salamdı. Muş vakitte Allah'ın kiço buyruğunu şucak Allah'ın şucak esleş lazım. Yani özünün malum bir maddi menfaati bilen Allah'ın buyruğu düğümü dikip kaldı deyle. Onun tili yancı kirsi bu maddi menfaat. Lekin bunu ilgisiga tapşırış bu Allah'ın buyruğu. Peygamberimizin buyruğu. İlgisini izleş. Tapşırış. Muş vakitte Allah'ını eslep Allah beni bijnas teppasan bunu ilgisi kaytu depti ki ben kaytuğumsam bulmaydı o diyelise Allah'ını esleyen buldu. Pul uçurga vakit subhanallah zep uçurda dep yancı kısas şu dese o ağızdan subhanallah çıkkını bilen ya ki o çoğu Allah'ın eslimi geldik. Allah'ın hemmedin büyük Allah beni kürep durdu de bunun işencisinin çoğu yokluğu. Bu elke hata işinin hemmini kıp durup onu yak anca Allah'ın zikri kıp koyap mesela azgun bir kısım su pıladek yani cennetin kütüşünün üze nimge okşaydı o deyse elke savatsız adamdan bizse mektap koyarıp mesela bana doktorluk unvanı verin la dep
yazanmaydı, o'zi yazanmaydı, o'qiyanmaydi. Lekin yazanmaydigan, o'qiyanmaydigan turib, hech qanday o'qishga tirishchanlik qilmay turib, o'qish az degan doktorlik qilish uchun 20 yil vaqt ketiramdi. Masalan, tizasiz bir adam. Bo'lmasa 25 yil vaqt ketishi mumkin. Hech qilmay turiblamcho desa, voy, men bir doktorlik unvoni beringlar degan bilan o'xshashimdi. Halqa o'zi ashunda beparvo yashab, yana Allah men cennetini bäsi oldu desa, bu aql qo'ygunmi? Xuddi bir nadan, bilimsiz adam mektep qo'yib, men doktorlik talab qilin, doktorlik unvoni beringlar desa, aqlga uyg'un bo'lmagandek. Bu shaxsning o'zi hamma xato ishni qilib, ancha-muncha Allohni zikr qildim deb qo'yib, ya Allohu akbar deb qo'yib, Alloh hammadan buyuk deb o'zining hayotida moddiy manfaat to'qinish yuz bergan vaqtda har doim moddiy manfaatni ko'zlasa, shuni tanlasa desa, ashuna bilan farqi yo'q bu, shu nadan adam bilan. Shuning uchun biz bu zikrlarning ahamiyati nada desa, qalbni paklab turishda, tozalab turishda, yo'lda mustahkam mengishga his qo'shishda. Chunki payg'ambarimiz azmay mengish uchun hadis qudsiy nim degan desa, Alloh subhanahu va taoladan bayon qilgan hadis qudsiyda Alloh mening bandalarim men farz qilgan ishlar bilan menga yaqinlashadi. Ya'ni men farz qilgan ishni qilsa, menga yaqin bo'ladi. Deb uningdan keyin nim dedi desa, uningdan keyin nafli ishlarni qilish bilan men yaxshi ko'radigan banda bo'la oladi dedim. Farzini qilib Allohga yaqinlashir ekan bir banda, naflini qilibcho Alloh yaxshi ko'radigan bo'ldi ekan. Yaqinlik bir masala bo'lsa, yaxshi ko'rish ayrim-ku. Odatda. Mumkin ikki inson shunda yaqin bo'lishi mumkin. Lekin alohida bizni yaxshi ko'rmasligi mumkin. Bu farqliq. İkisinin o'rtasidagi munosabat. Demak, Alloh farzini qilib menga yaqinlashadi, naflini qilish orqali men yaxshi ko'radigan banda bo'la oladi dedi. Cho'qim yaqinlashmay turib yaxshi ko'rishgan bo'lmaydi endi. Shundaymi? Alloh farz qilgan ishni qilmay turib, cheklagandan yanmay turib zikr qilish deganlik umumiy nafl deylamda. Subhanallohni manchi qatim deyish yoki la ilaha illallohni manchi qatim deyish yo astag'firullohal azim deganni 100 qatim deyish kunda bu bir mustahab amallar. Allohga yaqinlashtiradigan farzni qilmay turib, ma'ni qilib men jannat kirdim deganlik shu nodonliqimdi. Farzni qilish lozim. Alloh cheklagandan to'liq yenish lozim. Uning qo'shab andin Alloh payg'ambar orqali bayon qilgan nafli mustahab amallarni qilgan vaqtda andin Alloh haqiqiy yaxshi ko'rgan bandadan bo'g'in oldi. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Oxirida bir og'iz gap bilan Rabbim cheklagan butun masala yuqoridagi bizga cheklagan ma'ni qilma degan ishni amaliyotda hayotimizda shu cheklangan ishimizning to'g'ri yo'ldan erishiladigan yo'llarmi bormi yo'qmi shunday? Albatta, masalan Alloh aroq ichishni chekildi. Onu asal içsek buludu, şarap içsek buludu, paydalı her taraftan. Nimişin çekildi dese, Ummul Habaithli Peygamberimiz her kandak günah sebepçi oldu. Nurgun günahını edim öltemigen adam mesulap edim öldürüşü mümkün. Oğurluk kılmagan adam mesopkası oğurluk kılışı mümkün. Başkalarının ipitigi çekilmeydiğin adam mesopkası hatta yüzünün anısı sığınlısının ipitigi çekilişi mümkün. Şuna mı yakma? Nimişka akıldın az de. Akıldın azgandın keyin şu hatalıklarını sadır kılıdı insan. Şunun için arakın çekilgen bolsa, bunu onun şerbet üstün nurgun halal içimlik var, nurgun mevsiler var dünyada. Mesela zinanın çekildi, lekin xotnelişini yol koydu. Ve xotun ne? Bir şey sözüyle alımız hem de. Aldım tegdim diyen sözüyle atanısın ki. Hem işten doğru yoldan bakacak aslında. Haram ticaretin çekildi, halal ticaretinin yolunu köstüp koydu. Haram naiti çeklik şeriatta. Haram iş çeklik, yol koygan tarafları çoğu bek çıkındı. Ticarette cezayını arkalık muamele kılışın çekildi, onundan başka nurgun ticaretli var o bugün insanlar kılıvatkan nurgunlar şeriatı uygun hem de. Bunda boğan deyin ki her kandak bir Allah çekilgen iş karsak bununki udulu da şokum onun doğru bir Allah yol koygan tarafı var. Yol koygan taraf bilen bir xotunni mesela nikah qilmay turib, qalaymiqan ish qilsa zina bo'ladi, haram ishni qilgan bo'ladi, Allohning g'azabiga uchraydi. Lekin nikah qilish orqali shu ishning o'zi shu.
turmuşning o'zi shu ibodat bo'ladi bu. Xo'sh. İbadetga aylanadi. Har qanday ishimda niyat bilan Alloh ko'rsatgan yo'l bilan bo'lsa ibodatga aylanadi. Shuning uchun inson harom yo'lga berib olib, buningdan boshqa meningki rohatimga yo lazzatimga yetkazadigan boshqa yo'l yo'q deb tushunib qilish yoki mush asosida yashab qilish bu insonning naqadar nodonligi, naqadar o'zininki ishlarini, o'zining hayotini shariatga uyg'un qandoq yashashni bilmaganligidan boshqa narsa emas. Xo'sh, bilmaganlik. Ko'pdan ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Shunaqa qilib ishab tugatsak, biroz oshirib o'tdik vaqtini. İnşallah. Ko'pdan ko'p rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib 9-sonimiz mishada oxirlashgan bo'ldi. Albatta, belgilangan vaqtimizdan biroz eshib ketib qoldi yana. Sabr qilib ko'rib bayonlamoq uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Albatta, so'zlashga tegishlik masalalar edi. Davomli o'zimizni uxlatmasligimiz yoki o'zimizni paypalamasligimiz kerak. Cho'qim o'zimiz bilan yuzlashishimiz, realligimiz bilan, holatimiz bilan, Rabbimiz bilan bo'lgan munosabatimiz bilan cho'qim yüzleşişimiz, haqni haq deyishimiz, to'g'rini to'g'ri deyishimiz kerak bo'lgan masalalar edi. Shuning uchun keltirilgan misollar biroz uzrab ketib qoldi. Sabr qilib ko'rib bayonlamoq uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Rabbim umr bersa, yana o'xshash soatda ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.